Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Orzu Medical klinikamizga tashrif buyurganingizdan so'ng sizni nimalar kutadi? Qani ketdik. Klinikamiz eshigida sizni qabulxonamiz qizlari kutib olishadi va siz ularga shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarni topshirasiz. Va qizlarimiz sizlardan analiz uchun qon olishadi. Analizdan so'ng qizlarimiz sizlarni EKG ko'rigidan o'tkazishadi. Keyin albatta siz uchun tayinlangan shinam xonalarga joylashib olishingiz mumkin. Siz xonalaringizga joylashib chiqquningizga qadar qabulxona qizlari siz uchun kasallik varaqasi ochib turishadi. Shundan so'ng qizlarimiz sizni shifokor qabuliga olib kirishadi va tajribali shifokorlarimiz sizlarni ko'rikdan o'tkazib, 10 kunlik muolaja tavsiyalarini yozib berishadi. Hurmatli mijoz, sizni qizlarimiz har kunlik oladigan muolaja xonalaringiz bilan birma-bir tanishtirib chiqishadi. Mana bu xona protsedurniy xonamiz. Siz bu xonada ukol kapelnisalaringizni olishingiz mumkin. 10 kunlik lecheniyangiz davomida 2 marotaba sizni hijama xonamizda kutib qolamiz. Ayollarimizni ginekolog shifokorimiz ham ko'rikdan o'tkazadi. Tok muolajalarimizni fizioterapiya xonamizda har kuni olishingiz mumkin. Har kunlik massaj muolajalarini massaj xonamizda olishingiz mumkin. Asalari zahri bilan davolaydigan muolajalarimizni har kuni o'zingizga belgilangan vaqt davomida kelib olishingiz mumkin. Shifobaxsh fitobochkamizni siz 10 kunlik lecheniyangiz davomida 2 marotaba qabul qilishingiz mumkin. Kelgan kuningiz ultratovush ko'rigidan o'tkazish uchun qizlarimiz sizlarni o'z xonamizga taklif qilishadi. Undan tashqari siz fitobar xonamizda kun davomida 3 marotaba shifobaxsh fito choylarimizdan ichib olasiz. Har kunlik parafin muolajalarini parafin xonamizda qabul qilib olasiz. Muolaja uchun qabul vaqtlarimiz ertalabki soat 9 dan kechki soat 5 gacha. Muolaja boshlangan kuningizdan boshlab kun hisoblanib, 10-kun lecheniyaringizni yakunlaysiz. Markovniy sok, kislorodniy penka, yogurt va fitochoylar vaqtlari mikrofonda e'lon qilib turiladi. Kelgan kuningizdan boshlab har bir bemorga rangli kartochkalar topshiriladi. Kartochkalar orqali muolaja vaqtlari aniq qilib ko'rsatilgan bo'ladi.